muhokama qilinayotgan loyihamiz bu We Empower loyihasi. Hozir aytib o'tdik. Bu loyihamiz o'z o'rnida juda ham bir muhim va dolzarb masalani ko'taradiki, ayollar yo'nalishida ish olib borayotgan, faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlarning salohiyatini oshirish. Va shu bilan birgalikda nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib ulgurmagan tashabbuskor guruhlarimiz bor. Bularni ham biz birinchi bir planga olib chiqishni maqsad qilib qo'ydik shu loyihamiz ortidan. Chunki ko'pchilik bilamiz, biz ko'p urg'uni nodavlat notijorat tashkilotlarga beramiz va ularni qilayotgan loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Birgalikda hamkorlik qilamiz. Lekin sahna ortida bizda shunaqa ham bir kuchli tashabbuskor guruhlarimizni ko'pchiligimiz tanimaymiz. Vaqti kelganda ularni qilayotgan loyihalaridan biz o'rnak olish darajasigacha kelgan shunaqa bir tashabbuskor guruhlarimiz bor. Biz shu tashabbuskor guruhlarning ichida aynan ayollar, qizlar sohasiga taalluqli tashabbuskor guruhlarni tanlab oldikda, asosiy maqsadi loyihani bu yerda shu nodavlat notijorat tashkilotlarimizga shu tashabbuskor guruhlarni tanishtirish va kelgusida birgalikda hamkorlikni o'rnatish va ko'p hollarda bir-birlariga yordamchi sifatida bularni bir platformada to'plash vazifasini maqsad qilib qo'yib shu loyiha yozilgan.